Mana Qo'qondan kelgan apparatimiz Qozog'istonga yetib keldi, Olmaotaga. Kecha yetib kelgan Olmaotaga, gap yo'q, mana non chekishlarni ko'ryapsizlar, mana. Bu tez ishlaydigan varianti. Buni mana yerdan burab tikillashtirib, o'tni holga qilsa ham bo'ladi. Bu apparatni Qo'qonlik bratanlarga gap yo'q. Apparatni zo'r tayyorlashibdi. Mana chekilgan nonlari. Mana shu chekilgan nonlari mana. Non konkret gap yo'q nonga, chekishiga ham, boshqasiga ham. Mana shu aka olib kelganlar, Qo'qonlik akadan gaplashib Olmaotaga yetib kelganmiz. Yetib keldi mana. Apparat gap yo'q, ishlashiga qaraylar, ishlashiga baho beringlar. Yopuvchi xonani o'zlari ham yopib beradilar mana yerga, iloji boricha. Mana jo'lani qo'yib, sal-sal tevasini yo'qlab tursalar, zo'r chekar ekan, gap yo'q. Men kompressorga ketgan haligida shlanka biz uni tayyorroqdan olib ketganmiz. O'zi kompressorni ham kuzatib qo'yaman. Men kompressorga ish qo'yib bo'ldim lekin. Kompressorda mana eng qizig'i ovozi ham chiqmas ekan. Oldin kompressorlar parraq turadi, havo to'playotgan. Shu umuman anaqa qilmas ekanlar. Ovoz chiqarmas ekanlar. Gap yo'q lekin kompressor motorlari hamma joyiga konkret, gap yo'q. Kompressor ko'rdilar, mana holatiga gap yo'q lekin ishlashi. Bu tez chekadigan varianti. Tez chekyapti hozir. Qo'qondan olib kelingan apparat. Chekilgan mana. Chekilgan oqan shikishini topib qo'yib. O'ttiga konkret chekishi. Bunisini ham ko'ringlar, mana ishlanmasalari zo'r, cho'tki xudo xolisa, chekishiga gap yo'q. Tugadi. Qozog'iston Olmaotadan ishlanmasalari mana Qozog'iston Olmaotani kuzatib qo'yaman sizlarga. Mana navoxonamiz, mana mashinamiz. Qozog'iston griller ham bor. Chekilgan nollar. Apparatimiz ana shu yerda turadi. Qo'qonlik bratanlarga jo'natib qo'yamiz. Novoy akalar tavsiya qilamiz mana shu apparatdan. Ikkitalik yaxshi apparat aka.